Hello YouTube ahli. Короче, bugungi videoda biz nima qilamiz? Короче, bu men Vektor. Unda videoni boshladik. Hazırlashdim. Nima haqida qilishni aytmadim-ku. Videom hazırlashmanda. Короче, bolalar, biz bugungi videoni nima qilamiz? Bilasizmi o'zi nima qilamiz? Voy turqsa baxki. Sen nima videoni buzding? Sen nima videoni buzding xonkallang bilan? Senga gapiryapman. Senga gapiryapman. Basharangni buzaman. Senga gapiryapman. Nima videomga aralashyapsan? Senga gapiryapman. Bizda galem bor. Nima, tilingni yutganmisan, burning xalaq beryaptimi? Ko'p ishonma galemingga. Galemingga ham qayiqqa o'tirg'izib qilaman, короче. Mana shu yaxshi joy, shitela xalaq bermaydi. Короче, bolalar obunachilar. Videoni buzibam bo'ldi. Bo'ldi, bu video chiqmaydi. Hazırlashdim bolalar. Video chiqishi kerak. Video ololmayapman bolalar. Короче, nima qilamiz bolalar? Ana mushukdan so'rayman. Hazırlashdim. Bu videoda biz qishloqlarni qidiramiz, topamiz va nimalar chiqishini ko'ramiz. Chiqmasligini ham ko'ramiz. Короче, yaxshilab joylashgan bo'lsanglar, unda biz boshladik. Kameram ana bo'ldi. Xo'p. Hazırlashdim. Shu kunlarda ko'p hazil qilyapman, nima gap? Doğrusu nima video olishni bilmadim bolalar. Shunday mangarga просто kirdim. Biron qurilish qilsammikin? Elani buzib ajitil. Buzayma ajitil. Jitana buzaya. Yo'q, bu uyqudan qolgan ikkita boshdan. Xo'sh. Bu qishloq ko'p eski. Bolalar, bizlar yangi qishloq qurib ko'ramiz, короче. Tushunarli. Давайте jiddiy yozishni boshladim. Bu qishloq bo'lmagan uchun men osmon qishloq qilaman, короче. Shuncha bolaning ketadi. Bolalar, men chita ko'rib o'nglar mana. Kommentariyada keyin bu nima chita deb yozmanglar mana. Mana ko'rib o'nglar mana. Mana keyin nechida? Ye. Bo'lmaydi mana bu. Mana bu. Mana bu. Anakay. Bolalar nito kelarkan. Bu 34220 bitta blok qabul qilarkan. Biz 32710. Qanisiga? Yo biz. Junimidi. Bolalar qanunda bitta o'yini qo'shdi boshladik. Davay. Что нам? To'xtinglar bolalar, bu yerni o'rab chiqish kerak. Da, конечно. Xo'sh, bolalar, tezlashtirilgan tasvirda o'zingizlar ko'rib olasizlar, короче. Qani, boshladik. Короче, bolalar, men erindim. Jonimga tegib ketdi. Chitam ishlamay yotibdi. Asabga tegib, shuning uchun shu tinchgina o'zimiz otalarimizni qolgan mana shu yerda qurishni niyatim bor. Короче, bolalar, juda ham charchadim. Qurishni boshlay qolamiz. Kamera ham opis. Ana turibdi.
alvasti o'xshab. Yaxshi bo'ldi. Mana shu yerdan birinchi yomon sezilyapti deb o'ylar. Umuman boshqa joyga ketaman qarochi. Jonimga tegib ketdi. Yomon xotiralarni eslatib o'ryapti. Xo'p. Mana shu necha qayerga boradi deysizlar? Mana tashqariga boradi. Ko'rdinglarmi? Kechaksiz. Mayli bo'lar. Quramiz qarochi. Taxminan topdim. Mana shu yerga quramiz. Anakay, sokin, alvasti ham yo'q. Chinrisi. Bo'lar. O'zimiz tashlab olsamiz. Mana bular. Mana shu yerdan quraman qarochi. Ko'rinmaydi ana. Va shu yerdan quraman. Davay birinchi uyni quramiz. Bunday katta bo'lish shart emas bo'lar. Kichkina. Mana. Uychi biz ham bo'laveradi. Qishloqlar rahmat demaydi-da. Rahmat deganga ularni burni muncha katta bo'lmas edi. Ha, serios deb bo'lar. To'xta. Ko'ruvchi bo'lar, davay burchaklarni mana shunaqa bo'lib qilamiz. Mana endi uyimiz ijodga chiqishi kerak. Bitta uyni quraolsam katta gap. O'zi yaxshi quruvchiman-da-yu, endi maqtanishmas. Qurishni bilaman prosta. Endi uni zo'r qurolmayman-da, YouTube'da ko'raman har doim. Cho'q quradi, zo'r quradi. Bir 3-4 ta craft o'rganman, bittasiga qurgan narsalarimni keyin video qilib ko'rsatarman. Video oxirida. Shunday qilsam ma'qulroq. Yo'qsa keyin like bosasizlar. Kelishdingmi? Xo'sh. Aytgancha bo'llar obuna bo'lib qo'yinglar. Haftaga bir necha obunachi o'tiribman. Akamni YouTube'da videosi yo'q. 90 nechtaydi? 14 tami shunday. Bizda ham 14 ta endi video qo'ymaydi akam. Qancha video qo'yib bilaman videolarimni loyligini. Baribir endi unday. Ularni xafa qilmaslik kerak-da, bir insof qilish kerak. Qanday mantiqqa to'g'ri kelmaydi bo'lar? Umuman mantiqqa to'g'ri kelmayapti. Mayli. Bunday qilamiz, mana yo'qotamiz, bunday qilamiz, bunday. Böyle bunday o'tmay yo'lay. Bunday ana. Ikkita ko'zli burunboyga o'xshadi qarich. Xo'sh, mana bundan polini olib chiqamiz. Bunday kavlaymiz. Ana shunday. Kreativning qonuni shunday. Anakay, kreativning qonuniga amal qilmaydi. Nima bo'ldi? Anakay, ancha qo'y. Go'riga sinibchisi ham. Uy egasi narsa qilmaydi. Uy egasi ku o'zim sotaman bu uyni ishlarga. Biron pul berar balkim. Pulni menga nima kerak bu? Axir men kreativ bo'lsam, da bolalar men kreativ. Yitterlar survival. Survivalmas, ular ahmoq. To'g'ri, haqoratlamaslik kerak-da. Qaranglarda bo'lar. Odam bor joyga tepaga yurakchalar chiqarib qo'yadi. Videoda montajda qilarman. Top bo'lsam agar. Xo'sh, anakay. Serios yer dabdalaviy bo'ldi, to'g'risi bu. Serios dabdalaviy bo'ldi. Xo'p, bunday qilamiz. Bunday qilamiz. Bunaqa bitta yog'och qo'yib teshib qo'yamiz. Bitta g'ish qo'yamiz. Buni sirmanday qo'yamiz. Bunaqa bitta oyna qo'yamiz. Ana endi chotki bo'ldi. Davay kiramiz. Bismillah deb uyimiz tomi ham yo'q. Ikkinchi tash qilaymi bola, qilmaymi? 3 soniya vaqt. Like bosinglar, obuna qo'yinglar, shunga qarab qolamiz.
Uni bo'lani 10 ta bo'l. Davay, obuna bo'linglar, like bosinglar. La'nat. Aytgancha. La'nat. Mana bunday, mana. Bunday sizlarga savol borlar. Kompyuterda nima o'ynash, Minecraft o'ynash qiyinmi yo PlayStation o'ynash qiyinmi yozib qoldiringlar. Xo'sh. La'nati. O'tirinma qilibman. Axir bu mojang-ku. Mojangda hamma narsa bitib turadi. Mana bunday sindiramiz. Qadimgi uslublarni voz kechamiz-da, yangi chot uslublarga o'tamiz. Mana bundaysiga qo'ramiz. Keyin esa mana bundaysiga qo'ramiz. Men bir kun shortsda bitta youtuberni ko'rib qopman. U nimalarni quratgan ekan-da, ya'ni youtuberlar. Keyin qarasam, nima hekerni quribdi, heker. Aptin qursin, quyosh, aptin qursin. Sani deb to'yim necha million marta chitga kirishim kerak. Keyin quribdi-da, orqasida qarasam, artefakt. Artefaktni teri rangi boshqacharoq bo'ladi-yu. U teri rangi yog'och oqqa o'xshab qopti-da. Sal oqroq bo'lib qopti. Lekin zo'r quribdi, o'xshatibdi. Men buncha o'xshata olmayman. Chindan ham men buncha o'xshata olmayman. Xo'p, mana bunday. Menimcha bu bitta uy quramiz-ku. Mayli, shu uyni qurib Jitilga topshirib olaylik-chi. Do'stlar, ko'ramiz keyin. Qiziq, Jitil rahmat aytarmikan yo pul berarmikan? Pul beradimi, rahmat aytadimi bilmadim, lekin rahmat aytsa yaxshiroq bo'ladi deyman-da. Pul mana tufayli yotibdi. Pulni topish mumkin, lekin savobni, rahmatni topib bo'lmaydi. Qandayman. Короче, tushamiz. Anakay, qanday nitoyish bo'ldi? Yaxshiyam vaqtida bilib qopman. Anakay, endi to'g'ri bo'ldi. Короче, mana nito bo'ldi. La'nat. Anakay. Chotki tom bo'ldi. Faqat mana bunday qo'yish kerak. Bolalar sal nito chiqdi. Hammada ham bo'lib turadi bolalar. Anakay. Endi mana bunday o'ynacha qilamiz, anakay. Buni o'rashga men qurbim yetmaydi. Mayli, o'rab qo'yamiz. Mana buni ham o'rab qo'yamiz, qizg'ish Jitil. Nima ekan, jihozlab ham qo'yaman. Dakan nechni jihozlab qo'yaman. Xo'sh, bolalar, o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Qanday kichkina g'alaticha uy bo'ldi? Sizlarga yoqdimi, yoqmadimi? Shuni ham bilishni istayman. Davay, yozinglar. Mashina to'g'rilab kerak. La'nati. Battar. Bunday qilamiz. Anakay. Bunday. To'g'ri bo'lib, to'g'ri. Nima yoqimda? Bunday qo'yamiz. Ana nito chiqdi buni, ana.
Bilmadim bolalar, menga uncha yoqdi. Xo'sh, yopamiz. Kiramizda liftdan ko'tarilamiz va ikkinchi etaj. Tomchalari ham bor. Xo'sh, bolalar, endi esa kerakli jihozlarni olish kerak. Xo'sh, bolalar, birinchi bo'lim mana shu yerni bezatishim yaxshi deb o'yladim. Xullas. Xo'sh, bolalar, короче, men jihozlab bo'ldim. Ishchilar juda ham ko'p mehnat qiladi. Shuning uchun ko'proq mana buchkalar qo'ydim mana. Men pech, men kravat yotsa, bilmadim yotadimi yo'q. Mana bunday narsalar. Mana bu yoqqa ham bir ikki narsa, mana bu yoqqa sandiqlar qo'yganman, men charqisa. Bilmadim, yana men pech bor. Xo'sh, endi ularni nima qilamiz? Qilishga kiramizda bittagina mana bundan olamiz. Va mana bunday, mana bunday qilib qo'yamiz. Ha, uyimsan, uy bo'ldi bolalar. Nubam yashagisi kelmaydi bu uyda. Nubam yashagisi kelmaydi bu uyda. Bilmasam zo'r chiqqandir balkim. Bolalar, kommentariyada o'z nimalaringni, короче, fikrlaringni yozib qoldiringlar. Hozir esa jitelga buni berib qo'yamiz. Unga beraymi? Senga uy kerakmi? Meni eshityapsanmi? Senga uy kerakmi? Senga uy kerak. Bilmadim bolalar, o'zi shunday dedi. Xo'sh. Короче, bolalar, men bildim. Qishloqdan teleport qilaman hozir. Eslab qo'linglar chitni. Biladiganlar ham bor. Mana bolalar, to'g'ri yozibman. Anakay. Sen, menga qara. Menga qara. Senga uy kerakmi? Ha, menga uy kerak. Har kim uy kerak ekan. Yaxshi, men bilan yur, mana bu yoqqa yur. Hozir bolalar shunday chaqiraman, qulog'i teshilib keladi. Xo'sh, qani ularni qulog'i teshadiganlar? Uni olamiz. Mana yoqqa qo'yamiz. Chalinmayapti. Buzilib qoldimi? Bu yoqqa chalinmaydimi yo'q? Yerga qo'ysamchi. Ha, yerga qo'ysam chalinar ekan. Kech bo'ldi. Vah, o'zimni qulog'im bo'lar, navshi tiqqan. Senga uy kerakmi? Men ko'ryapsanmi qanday ko'z tuzli chog'langan? Kerakmi senga? Kiriga. Kech bo'ldi, zombi keladi. Bola uy ichiga teleport qilish kerakmidi bu loqni? Loqimboy. Loqimboy. Uyga kir. Kravat bor yerda. Bora. Zombi. O'lib ketasan. Zombi. Yo'qollaring, xaridorimga tegmalaring. Ikkita to'g'ri sovuq yo'qol ikkita. Bilasanmi? Tiqvarding. Kirgizib harding hammang. Olmasang olma. Poyezd qishlog'ini mana shu yoqqa paydo qilaman bolalar. Zombilar chota o'zidan ketib qolgan. Senga uy kerakmi?
Uy kerakmi senga? Kerak emasmi? Yotibsan-da demak kerak. Mayli, bratishka, yotaver mana shu yerda yot, mana shu yerda. Mana shu yerda. Aytib qo'y, qop-qora kiravat. Yangi olib kelganman, ha. Xitoy deb. Qayerdan? Ha, Amerikadan keltirilgan. Aytib qo'y. Kechqurun anaqa ishingni qilib qo'ygan joying yo'qmi? Aytib qo'yay. To'g'ri sheringga qilich tiqaman. Sherga yot indamay. Ye. Sen ikkita nima qiltursan? Birovni poylashga uyalmaysanlarmi? Hozir senlarni turqi sovuqlaringni ko'rsataman. Hozir mana senlar. Ye. Uyalmaysizlarmi? Uyalmaysizlar. Mana uyalinglar, sen uyat bo'lmay yo'q qo'llaringga ye. Bu tarafdami? Haydor demak mamnun. Bo'pti. Короче, bolalar, короче, bolalar mana biz qurdik, berdik, короче. Endi avvalgilardan like bosib obuna beringlar. Obunani ko'proq qilaringlar, jonim tegib ketdi. Atfaqat qaranglar qancha, bilmayman yetdi. To'g'ri, bu atfaqat 1 yillar harakat qildi, 2013-yil o'shaganimda 2 yil o'tdi. Bu Minecraft'ni 6 yildan beri o'ynayman. Ammo video chiqarmaganman, to'g'ri. Endi chiqargan bo'lsam ham obuna qo'yishning o'zi bormi? Da, bor. Obuna qo'yinglar, shuning uchun do'stlar, bitta mayli savob beringlar. Like, obuna esdan chiqmasin. Aytgancha, montaj oxiriga o'sha videoni qo'shaman dedim. Bitta qanday qo'shaman. Do'stlar, короче, sizlar uchun bir nima ana shu videoni ko'rsatmoqchi edim. Qishloqqa kelib qarasam, qishloqlar yo'q. Ana bitta eshik ham ochib qo'yganman. Eng qizig'i bitta galim. Ko'chada yotgan narsa yo'qolgan bo'lsa kerak. Bolalar bu yerda qaniydir nima bu? Hatto mollar ham yo'q. Mana ikkita to'poy bilan to'poydan tashqari. Mani qo'limda bir narsa bormi? Hamma ko'p kasbam bo'ldi. Faqat mana qo'ylar, bolalar bitta nima beryapti? Yeb qanday? Tuman g'alati. Otlar. Nima qishloqlar yo'q bolalar. Qishloqlar yo'q bolalar. Tez surish kerak bilan. Qoch bitdan, sur. Qoch kerak. Hazırlash. Men kreativman. Qo'rqadigan joyim yo'q bolalar. Qo'rqmayman. Mana uyton buzoq. Qochish kerak. Hazırlashdim, o'zimizga yandim. Uydan ko'p zo'r xazinalar bor ekan-ku. Mana ular ham unga bozorga kerak. Короче, bo'lar. Mayli, sizlarga endi ko'rsatishga vaqtim yo'q. Hozir internetim ham yo'q, Wi-Fi orqali qilarman. Yo'q, to'g'ri. Короче, bo'lar, ko'rdinglar, jiddiy bo'ldi. Endi bu yog'iga jiddiy nima qilar? O'lib qolmasa bo'ldi, bilmadim. Qishloqqa nima bo'ldi? Короче, bo'lar, endi o'zinglarni asranglar. Hozir men sizlarga videoni qo'yib beraman.